Assalomu alaykum. Bu menga qimmatlik qilyapti. Xizmati yaxshi, narxi arzonroq. Qaysi modelni tavsiya qilasiz? Lekin men sizlarga podpiskaman, shuni ham inobatga olib qo'ying deb bitta mijozimiz kommentariy yozibdilar. Bizda mijozlarimizni xafa qilib qo'ymaymiz. Aynan siz bobidan bitta tanlab qo'yganman. Oke, bilaman, ko'p yurasiz. Tabiiyki, oyoqlaringiz og'riydi. Oyoqlaringiz og'riganda sizda, ya'ni oyog'ingizni qattimroq massaj qilish kerak bo'ladi. Mana, ko'radigan bo'lsangiz, mana yon yostiqchalari oyog'ingizni qisib qattim massaj qilib qo'yadi. Oyoqlaringizni uchigacha ham maza qilib massaj olsangiz bo'ladi. Oke, buni boshqarishda sizda muammo bo'lmaydi, chunki buni tablosi o'zbek tilida. Uydagi yosh kattalar ham buni mustaqil bemalol o'zlari boshqara oladi. Xo'p, buni sensorni boshqarishdan tashqari, ya'ni joystiklar bilan o'zingiz bemalol boshqarasiz.